Noyabr, dekabr oyiga inshaalloh Centrum Holdings kompaniyasi narxlarni judayam chegirmali narxlarni qilib yuboribdi. Xudo xolasa biz hozirgi paytda Centrum Holdingsda Glandy ofisiga yetib kelganmiz. Nizomiddin hoji akamollarga. Nizomiddin hoji akam to'liqroq ma'lumot beradi degan umiddaman. Chunki yurtdoshlarimiz bizdan har safar kommentariyalarda savollar berishyapti. Nima? To'liq ma'lumot bering. Gостиницаning masofasi qanday? Qayerlarga sayohatlar bo'ladi? Narxlari qanday bonus bo'ladi deysiz. Ularni ham faqat iltimos tezroq aytib o'tkazsiz deyishyapti. O'shuning uchun men bugun Nizomiddin hoji akamdan to'liqroq, aniqroq ma'lumot olib berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum Nizomiddin hoji aka. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Nizomiddin hoji aka, yurtdoshlarimiz xudo xolasa kommentariyada juda ham ko'p shov-shuv bo'layotgan xabarlardan biri narxlarni o'zi tushgani rostmi? Sharoitlar o'zgarmadimi yo narxlar tushib sharoitlar o'zgardimi degan mavzuda to'liqroq video qilib bering deyishdi. O'shunga siz oldingizga keldim. Albatta, xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, vatandoshlar. Xo'p, bizda hozirgi kunda noyabr oyiga reyslarimiz bor. Hoji akam aytmoqchi, narxlarini o'zgartirish, yana ham osonlashtirish maqsadida narxlarida o'zgargani sababi ozgina chegirma qildik. Xo'p, bizda hozirgi kunda noyabr oyiga narxlarimiz ancha arzonladi. Xudo xolasa bizda hozirgi kunda Farg'ona, Andijon, Namangan hamda Toshkent xalqaro aeroportlaridan reyslarimiz bor. Xo'p, bizda aka umra safarimiz 14 kunlik bo'ladi. Xo'p, 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi inshaalloh aka. 11 kun Makka mukarramada, 3 kun Madina ham nima? Mashalloh, Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Chunki men Centrum Holdings kompaniyasini juda ham ko'p joyda reklamasini ko'ryapman. O'zi filmlar kuchaygan sari bilsangiz videolar o'zi tarqalib ketaveradi Centrum Holdingsda, lekin odamlar har doim samimiy videolar tarqayadi. Alhamdulillah, bir negativ videolar hech hali ko'rganim emas Centrum Holdings kompaniyasida. Aka, endi odamlarni kuttirmagan holatda bitta narxlarni aytib o'tib ketsa nima deysiz shu fikr? Albatta, xo'p bo'ladi. Hozirgi kunda noyabr oyiga 22, 26, 29 hamda 30 noyabr kunlariga Farg'ona, Andijon, Namangandan reyslarimiz bor. Bularda narxlari atiga $1000 dan qilib beramiz. Joylarimiz bor. Ha, albatta, atiga $1000 dan to'g'ri eshitdingiz. Hozir aka gapingizni bo'ldim shu joyda. Sifat o'zgaradimi? Narx tushgan hisobi o'zgaradimi? Yo'q, umuman o'zgarmaydi. O'sha narx ichida o'sha hamma paketi, ziyorati, ibodati, tavoflari hammasi shu paketga kiradi. Mashina to'xtatib turasiz, ziyoratlar qat-qatlarga ziyorat bo'ladi. Xo'p, ziyoratlarimiz Madinada Uhud tog'lari, Qur'on bosmaxonasi, xurmo bog'lari, Qiblatayn, xo'p, Rasululloh ravzalariga xudo xolasa. Xo'p, Makka shahrida esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengizimizga ham sayohatlarimiz bor. Unga qo'shimchasiga Toyif shahriga ham ziyoratlarni amalga oshiryapmiz aka. Aka, dekabr oyining narxlarini bilsak bo'ladimi? Albatta bilsak bo'ladi. Dekabr oyiga ham reyslarimiz ochiq deb e'lon qilamiz. Xudo xolasa dekabr oyiga $1050 dan narxlarimiz chiqqan. Bemalol o'zlariga xohlagan sanalarga Farg'ona, Andijon, Namangan hamda Toshkent xalqaro aeroportlaridan reyslarimiz bor. Bemalol o'zlariga yoqqan sanalariga telefon qilib bron qilsa bo'laveradi aka. Inshaalloh, Xudo xolasa aka, qarang, u narxlar jicha oshdi. Hozir narx arzon deyapsiz boyligini. Aniq sharoit o'zgarmagan, a? Sharoitlar o'zgarmagan. Dekabrga ham shu sharoit. Dekabrga ham xuddi shunaqa hozirgi holatimiz $1050 narximiz chiqqan. Agar mabodo yangiroq nimalari bo'lsa, arzonlasa, albatta biz yurtdoshlarimizga xabar qilamiz xudo xolasa. Inshaalloh do'stlar, xudo xolasa WhatsApp, Telegramlar bor nomerlar. Albatta, WhatsApp, Telegram bor. Albatta o'zim javob beraman. Inshaalloh do'stlar, xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing, shoshiling, chunki unaqa aksiyalar juda ham kam bo'ladi. Bizni hozir aka Rossiyadan kuzatishyapti. Ota-onam umra safariga jo'nataman kuzatayotgan insonlar juda ham ko'p. Tojikistonda do'sti birodarlarimiz kuzatishyapti aka. Hammalariga inshaalloh javob berasiz. Albatta, bemalol. Biz o'zi auditoriyamiz juda ham faolda, juda ham faol. Chunki ota-onam umra safariga jo'nataman deb bitta ma'lumot olib beradi, telefon qiladi, holi juda ko'p. O'shunda sizda malollanish yo boshqa bo'lmaydi. Yo'q, bemalol 24 ga 7 telefonlarimiz yoniq. Bemalol kim qayerdan telefon qiladigan bo'lib qolsa, yurtdoshlarimiz, xo'p, o'zimizni 12 ta viloyatdan kim qayerdan telefon qilishdan qat'iy nazar bizda narxlarimiz ham o'zgarmaydi misol uchun любой mahal telefonda olaveramiz xudo xolasa. Inshaalloh. Do'stlar, xudo xolasa videoda qisqaroq qilishga qaror qildim, chunki sizlarga bu video tezroq joylayman. Sizlardan eng katta maksimal bizga yordam bo'ladigan narsa bitta like bosib qo'ying. Kommentariyaga inshaalloh nima kamchilik bo'ladigan bo'lsa, uni ham yozib qo'ying. Bizdan sizga kamchilik bo'lgan, biz o'sha narsani to'g'rilashga harakat qilamiz. Bizga like bosganingiz uchun YouTube tarmog'i bizga pul to'lamaydi.
Faqat shu video ko'proq odamga tarqalishiga sababchi bo'lib qoladi inshaalloh. Albatta. Do'stlar, xudo xohlasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Centrum Holdings kompaniyasi sizlar bilan har doim birgalashib umra safariga jo'natayotganda xursand bo'ladigan Centrum Holdings kompaniyasi jamoasi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh.